Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşı alırıq. Tövəndə diktanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları basın. 5-ci Ürümçi vəqəsinin 12 illik münasibəti bilan Şərq Türkistan sürgün hökumətinin və hər qaysı dövlətlərdəki Uyğur təşkilatlarının uyuşturuşida 5-ci günni xatırlaş namayişi, axbarat elan qilish və muxbirlarni kutib olish yig'ini, yurish qilish qatorliq faoliyatlar o'tkazildi. Sharq Turkiston sürgün hökumətinin prezidenti G'ulom Usmon Apandi, Sharq Turkiston Tashkilotlar birligiga vakolatan Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullo O'g'izxon Apandi, Kanada Sharq Turkiston jamiyati, Yaponiya, Avstraliya, Amerika qatorliq Uyghur jamiyatlarining mas'ullari muhim so'z qildi. Bu kunda 2009 yılının muş günüde Ürümçi'den nimboğan, Şaugan katliamıga narazılık bildirip öldürülgen ve yaralangan tuqqanlarının hak talepleri bilen tinchlik namoyish qilgan o'quvchilarimiz Xitoylar tarafidan qatlam qilingan. O'quvchilarning harakati keyin har sohaning norozilik harakatiga kengaygan. Erleri tutulgandan keyin ayollar ko'chaga chiqib, erlarining o'g'illarının derikini qilishgan. Xitoy tajovuzchi hukumati tarafidan tashkillangan atalmış Xitoy namoyishchi ommasi kaltak cho'moqlar bilan ko'chalarga tashib chiqib, Uyg'ur ovlagan. Ammo ular qonunsizlik qilmish hisobida cheklanmagan. Bugün malumunuz Ürümçi katliamının 12. sene devriyesi münasebetiyle Ürümçi katliamından ta bugüne kadar devam eden topyekun soykırıma dikkat çekmek için halkımızın istiklala, bağımsızlığa olan gayemizi, gayretimizi, direncimizi ifade etmek için burada bulunuyoruz. CCP, which was totally a big lie. According to the Uyghur sources and witnesses' accounts, East Turkestan was a resourceful country like yours. East Turkestan was a beautiful country like yours. East Turkestan was a free and independent nation like yours. But today, East Turkestan became a place of power, stain of the century. That remark by the U.S. Congressman to say a shameful part of the history today. That's why we say, let's come together, work together, act together to say no to genocide. No to genocide! China, stop genocide! China, stop genocide! Şarq Türkistan ahırda erge qamal qilindi va xalqaro jamiyat bu vahshiylikka qarshi harakat qilmoqqa Xitoy rejimi ko'p yillardan buyon bostirish siyosatini bahramon yo'l qo'ydi va irqiy qirg'inchilikni boshladi. 12 yil o'tib ketdi. Sharq Turkistonning vaziyati Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar, O'zbeklar va boshqa turk millatlari uchun irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa emas. Afsuski xalqaro jamiyat yana harakat qila olmayotdi. Tonilgan folklor tadqiqotchisi Roila Davud Uyg'ur folklor sohasidagi 20 necha yillik tirishchilik natijasida nopozliq bir tadqiqotchiga aylangan. O Xitoydagi ko'plagan folklor ilmiy muhokama yig'inlariga emas, balki Amerika, Yaponiya va Yevropadagi nurg'un davlatlarda ochilgan ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashib, o'zining tadqiqot natijalarini tanishtirib kelgan. Shundaqla nurg'un xalqaro tadqiqotchilar bilan hamkorlashgan. O Uyg'ur tili va madaniyatini o'rganguvchi chet ellik o'quvchilarga yetakchi va maslahatchi bo'lgan. Roila Davudning 2017-yil dekabrdan boshlab tuyuqsiz yo'qolib ketishi o'z navbatida uning chet eldagi kasbdoshlari va do'stlarini zo'r andishaga solib kelmoqda. 2017-yil dekabrda Uyg'ur salxilari bilan bir qatorda Xitoy Kompartiyasi tomonidan tutqun qilinganligi dalillangan. Munosabatli o'rinlarning uzun mazgillik iz qo'g'lab ahvol aniqlash natijasida Roila Davudning turmada ekanligi atalmish Shinjon universiteti ma'muriyati siyosiy bilimining bir xodimi tomonidan oshkorlanib aniqlangan. Roila Davud nurg'un insonlarga zo'r ta'sir ko'rsatgan bir tadqiqotchi. Shunga Xitoy Kompartiyasi bu insonlarning o'zlari to'g'riliq ovoz chiqarishidan qo'rqib, uning ahvolini yushirib kelgan. Roilaning xizmatlari sababli dunyoda texmi ko'p kishilar Uyg'urlarning kimligi va madaniyatini o'rganmoqda. Mayli Xitoy hukumati Roila Davudni yushirishga urinsin, uni yushirib qololmaydi. Uning xizmatlarini yo'qotib bo'lolmaydi. Doktor Roila Davudning Amerika turishli qizi Aqida Polat opasi Roilaning tutqun ekanligini dunyoga oshkorlash bilan erkinlik erishtirish yo'lida Amerikadagi aktiv faoliyatchiga aylangan.
Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti o'tgan yili bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini Uyg'ur tadqiqotchisi professor Raila Davudni qo'yib berishga, Sharq Turkistonda berayotgan madaniyat buzg'unchiligiga xotim berishga chaqirgan edi. Turkiyada chiqayotgan xalqaro Uyg'ur tadqiqoti jurnali to'nilgan folklorshunos Raila Davudni maxsus sonida professor doktor Raila Davudning qizidan kelgan xat mavzuliq maqola va uning 2001 yil Urumchida nashr qilingan Uyg'ur mozorlari nomli kitobi tanishtirilgan. Jurnalning oxirida Raila Davudning dunyoning har qaysi joylarida kasbdoshlari bilan tushgan foto suratlariga o'rin berilgan. Mazkur jurnalda yana Uyg'ur tili adabiyoti, tarixi, folklori va turkiy millatlar bilan munosabatlik 17 parcha maqola, kitob baholash va tanishtirish bilan munosabatlik 2 parcha maqola bo'lib, Turkiya va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urshunoslarning yaqinqi mazgildagi tadqiqot natijalari o'ttirib qo'yilgan. Raila Davudning sobiq xizmatchisi, Amerikada yashayotgan mustaqil tadqiqotchi Mihray Mamteli Raila Davudning qutratqulik bilan ayblanishga sabab bo'lgan ehtimolliklar haqida fikr bayon qilib, Raila Davud Xitoy davlatlik tadqiqot turi bo'yicha Uyg'ur mozorlari tadqiqoti bilan shug'ullangan. Va bu tadqiqot Beijingdagi danglik bir Xitoy tadqiqotchisining yetaklashi va ko'rsatgan metodlar bo'yicha olib berilganligini. Ammo Sharq Turkistonda diniy va milliy urf-odatlarga qarta xeyli burundan har xil cheklama va zarbalar davom qilib kelayotgan bo'g'ishqa, Raila Davudning tarix modisida bo'lgan mozor tadqiqoti har xil to'salg'ularga duch kelganligi. Raila Davudning bu to'salg'ularni bosish uchun ba'zida yerlik amaldorlarga, ba'zida atalmish avtonom rayonlik aloqador organlarga mazkur tadqiqot turining ahamiyatini tushuntirgan va ba'zi mozor ham urf-odatlar qo'yilgan cheklamaning xato bo'lganligini ochiq holda o'tirib qo'yganligi. Ya'ni o'zini oshkorlashni xohlamagan vaziyatdan xabardor kishilardan birining bayon qilishicha, Raila Davudning yezilarda dehqonlar eg'izidan chiqarishga jur'at qilmagan bir qism talablarni tadqiqot surati bilan tadil holda o'tirib qo'yishi shu joydagi aholilarni suyundirgan va jasoratlantirganligi. Bu haqqoniy so'zlar ba'zi amaldorlarni qoyil qilgan bo'lsa, yana ba'zi Xitoy amaldorlarda g'um paydo qilganligi. Raila Davudning atalmish qudratqulik jinoyatiga tadqiqot davomidagi yuqorqi jarayonlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin ekanligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasi qurilishining 100 yilligini tabriklash faoliyatlarining bir qismi sifatida Urumchidagi sayohat markazi bo'lgan xalqaro cho'ng bozorda Xitoy Kompartiyasining 100 yilligini tabriklash bosh tema qilingan bir faoliyat uyushtirilgan. Xalqaro cho'ng bozori Uyg'urlar eng ko'p joylashgan Do'nko'rikda Uyg'ur madaniyatini gavlantirib silingan o'rin bo'lib, bu joyda ilgari sayohatchilarni jalb qilish uchun bo'lsa-mu Uyg'urcha madaniyat alohidaliklari va Uyg'urcha lozunkalar saqlab qo'yilgan edi. Biroq Tangirtaq to'g'ri e'lon qilingan bu rasmlarda do'kon va viskilarni o'z ichiga olgan holda hamma yerni cho'ng-cho'ng Xitoycha izohlar, shuarlar, lozunkalarning qoplaganligi. Aksiya u yerda Uyg'ur yoziqining asosan degudek ko'zga chiliqmaydiganligi. Sayli qilayotganlarning mutlaq ko'pining Xitoylar ekanligi diqqat qo'zg'amoqda. Kuzatuvchilar Xitoy hukumatining 2017-yildan keyin Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan ochiq-oshkor madaniyat assimilyatsiyasi va Uyg'urlarni lager ham turmalarga solish siyosatlarining mahsuli ekanligi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan umumyuzlik kontrol qilish mexanizmining iqtidorini texmo oshiradigan bir vosita bo'lib qolganligini bildirgan. Xabardarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.